Bugün çizla hürmetlik vatandaş 2021 yıl 9. ayının 25. günü. Şembe vatandaşı. Emdeki mavzumundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi ma'qullab, Jungoning kishilik huquq masalasini chetga elib, tilga elib, masalasini hujjatga elib, tilga elib kechiringlar. Tayvan bilan mudofaa hamkorligini kuchaytirishni qaror qildi. Mavzuli xabar 9 ayning 24-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Kapital Xiyol Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palatasi haftaning 4-kuni 9 ayning 23-kuni 2022 yillik moliya yili davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi ma'qulladi. Bu qonun loyihasida 5 burjaklik binoni yetarli rasxod bilan ta'minlab, Amerika armiyasini harbiy texnika jihatda yuqori o'ringa erishtirishni va butun yer shari bo'yicha Jungo bilan qarama-qarshilashishni maqsad qildi. Qonun loyihasi yana bir tuzitish loyihasini o'z ichiga olib, Jungoning Uyg'uristonda, ya'ni Xinjiangda irq yo'qotish jinoyati sodir qilganligi e'tirof qilindi va bekitildi deb belgilandi. Davlat Majlisi Avam palatasining ma'qulligi topshirilgan qonun loyihasida muqimlashtirildi. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining olimpik mayirlariga Jungoning kishilik huquq masalasi to'g'risida doklad berishni loyiq topildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Avam palatasi haftaning 4-kuni kashda 476 bilan qo'shilgan o'zgartirilgan qonun loyihasini muhokama qilgandan keyin 316 biletning qo'llashi va 113 biletning qarshi turishi orqasida 2022 yili yangi moliya yilida davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini davlat mudofaasiga pul ajratish qonun loyihasi ma'qulladi. 38 nafar Demokratlar partiyasi mansublari ve 75 nafar Cumhuriyetçiler Partisi mensuplari bu qonun loyihaga qarshi bilet tashladı. Avam palatasi Harbiy ishlar komitetining raisi Adam Smith qonun loyiha ma'qullangandan keyin birinchi vaqtda fikr bayon qilib, Davlat Majlisida ishga partiya a'zolarining hamkorlashganligini madiladi. Demokratlar Partisi mensubu Avam palata a'zosi Adam Smith bayonotida mundaq ko'rsatdi. Biz o'zaro ixtiloflarimizga ko'ngil bo'lib o'ltirmaymiz. Biz har yili davlat mudofaa rasxodi qonun loyihasi ma'qullab, Davlat Majlisi asosi qonunda belgilangan majburiyatlarni ado qilib, o'rtaq mudofaamizni manba bilan ta'minlaymiz. Kechiringlar. 2022 yillik moliya yilida davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi bizning dunyoning har qaysi joylaridagi hamkorlik munosabatlarimizni, ittifoqdoshlik munosabatlarimizni markazlashtirib, cho'nqurlashtirib, kengayishni bo'libmi Tinch okean tahdidi tashabbusi jihatda endi Tinch okeani rayoniga e'tibor berishni o'z ichiga oladi deb ko'rsatdi Adam Smith. Avam palata a'zosi Adam Smith. Avam palata nusxasidagi 2022 yillik davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasida yangi moliya yilida huquq berish bo'yicha 5 burjaklik binoni 778 milliard dollar xomchot bilan ta'minlaydi. Prezident Joe Biden ma'muriy doiralar o'tirib qo'ygan talab bo'yicha 250 milliard dollar qo'shib berildi. 2022 yillik davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi Amerika davlat mudofaasi mablag' selish bo'limlarining iqtidorini yuqori ko'tarib, navbati va kelgusida ehtiyojli bo'lgan iqtidor
ihtiyaclık bolgan iktidar ve zamanı bilişiş ihtiyacını yukarı götürüp Amerika halkının bexatarligini qoğdaydı. Amerika armiyası. Yeni maliye ile hamçot jukumluk virus ahvalını oylaşkandan başka bu kanun layihənin bir qancha modelleri endi Tinch okean rayonida Jungo'nun xiristlərə berib çetildi. Devamını anlaysınız vatandaş.